Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yoshga doir ustamalar bekor qilinadimi? 6 yoshdan taqimli yoshgacha bo'lgan fuqarolarda qanday ustamalar bor? Kimning pensiyasi kamayishi mumkin? Kim esa xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz yoki yaqin qarindoshimiz pensiya oladi. Noto'g'ri tushuncha sabab odamlar vahimaga tushib qolmasligi kerak. Lekin o'z haqini bilmaslik ham katta xato. Men bu videoda masalani oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida pensiya ustamasi bo'yicha qayerga murojaat qilish, qanday hujjat tayyorlash va arizada nimalarni yozish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamga juda kerak bo'ladi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Oddiy pensiya yoshiga yetgani uchun, masalan 6 yoshga yoki 13 yoshga kirgani uchun alohida katta ustama avtomatik tarzda beriladi degan tushuncha ko'p hollarda noto'g'ri. Ko'pchilik men 6 yoshga kirdim, demak pensiyamga qo'shimcha pul qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Aslida pensiya tizimida yoshga doir pensiya degan tushuncha bor. Lekin bu har bir yosh pog'onasida ustama beriladi degani emas. Oldin odamlar orasida yoshga doir ustama bor. 6 dan oshsa alohida qo'shimcha bor. 7 ga kirsa yana qo'shiladi. 9 yoshga kirsa pensiya 2 barobar bo'ladi degan gaplar yurardi. Bu gaplarning ayrim qismi noto'g'ri talqin qilingan, ayrim qismi esa faqat ma'lum toifadagi fuqarolarga tegishli. Shuning uchun men bugun asosiy farqni ajratib beraman. Yoshga doir pensiya alohida, pensiyaga ustama alohida, parvarish yoki nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar alohida masala. Hozir ko'plab fuqarolar yoshga doir ustamalar bekor qilinadi degan gapni eshitib xavotirga tushmoqda. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Har bir gapni hammaning ustamasi olib tashlanadi deb tushunish kerak emas. Odatda o'zgarishlar aniq bir to'lov turiga, aniq bir toifaga yoki noto'g'ri tayinlangan qo'shimcha to'lovlarga tegishli bo'ladi. Agar fuqaroning pensiyasi qonuniy tayinlangan bo'lsa, mehnat staji, ish haqi, imtiyozli toifasi yoki nogironlik holati hujjat bilan tasdiqlangan bo'lsa, bunday odam darhol vahimaga tushmasligi kerak. Lekin ikkinchi tarafdan menga baribir tegmaydi deb ham beparvo bo'lish mumkin emas. Chunki pensiya ishida hujjat noto'g'ri kiritilgan, eski ma'lumot yangilanmagan, fuqaro boshqa toifaga o'tgan, nogironlik guruhi o'zgargan yoki parvarish puli shartlari tugagan bo'lishi mumkin. Ana shunday hollarda to'lov qayta ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bugungi mavzu shunchaki yangilik emas, balki har bir pensioner o'z pensiya hujjatlarini tekshirtirib olishi kerakligini bildiradigan amaliy ogohlantirishdir. Endi masalani oddiy qilib bo'lib chiqaman. Birinchi holat, fuqaro pensiya yoshiga yetdi va yoshga doir pensiyaga chiqdi. Erkaklar uchun odatda olomon yosh, ayollar uchun odatda 5 yosh masalasi ko'p tilga olinadi. Lekin ayrim kasblar, imtiyozli ishlar, zararli mehnat sharoitlari yoki ko'p bolali onalar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Bu yerda odamga pensiya tayinlanadi. Pensiya miqdori esa uning ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari va hujjatlarga qarab hisoblanadi. Ya'ni 6 yoshga kirdim, endi ustama kutaman emas, pensiya olish huquqim paydo bo'ldi deb tushunish to'g'ri. Ikkinchi holat. Fuqaro allaqachon pensiya olmoqda va ma'lum bir yoshga yetdi. Masalan, 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan pensioner. Bu davrda oddiy yoshning o'zi uchun avtomatik ustama har doim ham qo'shilmaydi. Agar u nogironligi bo'yicha qo'shimcha to'lov olsa, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs bo'lsa, alohida faxriy unvoni bo'lsa, yolg'iz keksalik yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha hujjati bo'lsa, unda boshqa qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Ammo bular hamma 6 yoshdan oshganlarga beriladigan ustama emas, balki hujjat va toifa asosidagi to'lovlardir. Uchinchi holat. 9 yoshga yetgan fuqarolar. Odamlar orasida eng ko'p savol aynan shu. 9 yoshga kirsam pensiyamga nima qo'shiladi? Bu yerda juda ehtiyot bo'lib tushuntirish kerak. Ba'zi to'lovlar taqamin yoshga yetgan yoki parvarishga muhtoj bo'lgan shaxslarga bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin bu ham har bir holatda avtomatik ravishda katta ustama degani emas. Ko'pincha taqamin yoshdan oshgan fuqaroning holati, sog'ligi, nogironlik guruhi, doimiy parvarishga muhtojligi, yolg'iz yashashi yoki unga qarovchi tayinlangan, tayinlanmagani alohida tekshiriladi. Misol keltiraman. Faraz qilaylik. Toshkent viloyatida yashovchi olimir yoshli aka 12 yil rasmiy ishlagan,
pensiyaga chiqqan va oyga shartli ravishda 1.800.000 so'm pensiya olmoqda. U men olimdan oshdim. Menga yosh ustamasi qo'shilishi kerak deb pensiya jamg'armasiga boradi. Agar uning qo'shimcha imtiyoz toifasi bo'lmasa, nogironligi bo'lmasa, parvarishga muhtojligi tasdiqlanmagan bo'lsa, unga shunchaki yosh uchun alohida ustama qo'shilmasligi mumkin. Bu holatda pensiya miqdori asosan staj va ish haqi bo'yicha hisoblangan bo'ladi. Ikkinchi misol. 17 yoshli opa pensiya oladi, lekin u ilgari zararli sharoitda ishlagan. Hujjatlarida ayrim yillar hisobga olinmagan. U menga ustama berishmadi deb o'ylaydi. Aslida uning muammosi yosh ustamasi emas, balki mehnat stajining to'liq hisoblanmagandir. Agar u eski mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotnomasini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotni topsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bu ustama emas, pensiyani qayta hisoblash bo'ladi. Natijada pensiya masalan 1.600.000 so'mdan 1.900.000 so'mga oshishi mumkin. Odamlar ko'pincha mana shu ikki tushunchani aralashtirib yuboradi. Uchinchi misol. 7 yoshli otaxon pensiya olmoqda. Qazin yoshga kirishiga 2 oy qoldi. Qarindoshlari yaqazinga kirsa avtomatik katta pul qo'shiladi deb kutyapti. Men bunday oilalarga doim aytaman. Tekinzun yoshga kirish sanasini kutib o'tirmasdan oldindan pensiya hujjatlarini tekshirtiring. Agar otaxon doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, tibbiy xulosa kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik guruhi bo'lsa, uning amal qilish muddati va elektron bazada to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Agar yolg'iz yashasa, mahalla yoki tegishli organlardan tasdiqlovchi ma'lumot talab qilinishi mumkin. Shunda qo'shimcha to'lovga asos bor yo'qligi aniq bo'ladi. 4-misol. Tekin 2 yoshli bu pensiya oladi, lekin uning nomida farzandlari bilan bir uyda ro'yxatda turadi. Amalda farzandlari boshqa shaharda yashaydi. Bu yolg'iz qolgan. Bunday vaziyatda men yolg'izman deyishning o'zi yetmaydi. Ro'yxat, yashash holati, mahalla ma'lumotnomasi, ijtimoiy xizmat xulosasi kabi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Agar bazada u farzandlari bilan birga yashaydi deb ko'rinsa, ayrim ijtimoiy to'lovlar rad etilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda muammo qonunda emas, hujjatdagi real holat bilan amaldagi hayot mos kelmasligida. Agar sizning pensiyangiz oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lovlar noto'g'ri tayinlanmagan bo'lsa, siz har oy bir xil tartibda pensiya olayotgan bo'lsangiz, darhol vahmaga tushmang. Har bir yangilikni hammaning pensiyasi kesiladi deb qabul qilish noto'g'ri. Pensiya tizimida o'zgarish bo'lsa ham, u aniq tartib, qaror, farmon yoki nizom asosida amalga oshiriladi. Og'zaki gap. Ijtimoiy tarmoqdagi qisqa video yoki tanish bilishning eshitdim degan so'z asos bo'la olmaydi. Kimlar esa albatta tekshirtirishi kerak. Birinchidan, pensiyasida qo'shimcha ustama borligini biladiganlar. Masalan, nogironlik, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, alohida unvon, parvarish puli, yolg'iz keksalarga beriladigan yordam, boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lovlar. Ikkinchidan, 90 yoshga yaqinlashayotgan yoki ehtiyojdan oshgan, lekin hech qanday qo'shimcha olmagan fuqarolar. Uchinchidan, pensiyasi birdan kamaygan yoki bir oyda oldingidan kam tushgan pensionerlar. To'rtinchidan, oldin hujjat topshirgan, lekin javobni og'zaki olgan va yozma asos talab qilmagan fuqarolar. Men ko'p ko'rgan holatlardan biri shuki, odam pensiyasi kamayganini sezadi, lekin bank kartasiga tushgan summani ko'ribgina xafa bo'ladi. Pensiya bo'limiga borib, nega kamaydi deb so'raydi, lekin yozma javob olmaydi. Bu noto'g'ri. Agar pensiyadan ushlab qolish bo'lsa, ortiqcha to'langan pul qaytarilayotgan bo'lsa, ustama bekor qilingan bo'lsa yoki qayta hisob-kitob qilingan bo'lsa, buning sababi hujjat bilan tushuntirilishi kerak. Siz og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda mehnat staji va ish haqi asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda staj yetarli bo'lmaganda ijtimoiy himoyaga muhtojlikda yoki alohida sharoitda beriladi. Shuning uchun qo'shnimga qo'shildi, menga qo'shilmadi degan taqqoslash har doim ham to'g'ri emas. Qo'shningiz pensiya olayotgan bo'lishi mumkin, siz nafaqa olayotgan bo'lishingiz mumkin yoki aksincha. Hisoblash tartibi boshqacha bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, yosh emas. Maqom hal qilishi mumkin. Masalan, 2 kishi bir xil 5 yoshda bo'lishi mumkin. Birinchisida nogironlik guruhi bor, ikkinchisida yo'q. Birinchisi alohida qo'shimcha olishi mumkin, ikkinchisi esa olmaydi. Yoki 2 kishi faqat 2 yoshda bo'ladi. Biri doimiy parvarishga muhtojligi tibbiy xulosa bilan tasdiqlangan, ikkinchisida bunday xulosa yo'q.
Natijada to'lovlar farq qiladi. Bu adolatsizlik emas, hujjatga asoslangan farq. Uchinchi nozik jihat, ustama avtomatik qo'shilmagan bo'lsa, bu har doim rad etildi degani emas. Ba'zi ma'lumotlar elektron bazada bo'lmasligi mumkin. Masalan, eski ish joyi allaqachon yopilgan, arxiv boshqa tumanda, mehnat daftarchasida muhr noaniq, ism familiyada bitta harf farqi bor, tug'ilgan sana pasportda boshqa, mehnat daftarchasida boshqa yozilgan. Bunday kichik ko'ringan xatolar pensiya hisobida katta muammo tug'diradi. Men amaliyotda bir harf xatosi sabab odamning bir necha yillik staji hisobga olinmay qolganini ko'rganman. 4-chi nozik jihat, ortiqcha to'langan pul masalasi. Agar biror ustama noto'g'ri tayinlangan bo'lsa, keyin tekshiruvda aniqlansa davlat organi biz avval noto'g'ri to'labmiz deb uni to'xtatishi mumkin. Ayrim hollarda ortiqcha to'langan summani qaytarish masalasi ham chiqadi. Fuqaro men aybdor emasman, o'zlari to'lagan deb e'tiroz bildiradi. Bu e'tiroz tushunarli, lekin har bir holatda kimning xatosi? Fuqaro noto'g'ri ma'lumot berganmi? Organ o'zi xato qilganmi? Muddatlar qanday? Yozma qaror bormi? Bular alohida o'rganiladi. Shuning uchun bunday vaziyatda albatta yozma qaror oling. 5-chi nozik jihat, parvarish puli va pensionerning o'z pensiya aralashib ketadi. Ba'zan oila laqamaji yoshli uyimizga qarayotganimiz uchun pul chiqishi kerak deydi. Bu yerda qarovchi kim, u ishlaydimi yoki ishlamaydi? Buyi doimiy parvarishga muhtojmi? Tibbiy xulosa bormi? Oilaviy sharoit qanday? Bular tekshiriladi. Hamma holatda taqsim yosh bo'ldi. Demak, qarovchiga pul beriladi degan qoida sifatida qabul qilmang. Hujjat bo'lmasa, og'zaki qarashning o'zi to'lovga yetarli asos bo'lmasligi mumkin. 6-chi nozik jihat. Pensiya kartasiga tushgan pulni faqat umumiy summa sifatida ko'rish yetarli emas. Masalan, siz oyga 2 million so'm tushyapti deb bilasiz, lekin uning ichida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, ushlab qolish bormi, avvalgi oy uchun qo'shimcha hisob-kitob bormi bilmaysiz. Shuning uchun pensiya bo'limidan yoki tegishli elektron xizmatlardan pensiya tarkibini ko'rish muhim. Pensiya tarkibini bilgan odam o'z haqqini aniqroq himoya qiladi. 7-chi nozik jihat, boshqa daromadlar ayrim ijtimoiy yordam turlariga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, keksaga pensiya berilishi bir masala. Kam ta'minlanganlik yoki ijtimoiy yordam bo'yicha oilaning umumiy daromadi boshqa masala. Oila tarkibi ro'yxatdagi shaxslar farzandlarining daromadi, uy-joy holati, avtomobil yoki boshqa mol-mulk haqidagi ma'lumotlar ayrim yordam turlarida hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun bir joyda to'lov bekor qilindi deyilsa, bu aynan pensiya bekor bo'ldi degani emas. Balki ijtimoiy yordam shartlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq-aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki ota-onangiz qanday to'lov olayotganini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki qo'shimcha yordammi? Nomi aniq bo'lmasa, odam muammoni ham aniq tushuntira olmaydi. Pensiya bo'limiga borganda menga ustama qo'shing deyishdan oldin, mening pensiyam tarkibi bo'yicha yoz ma'lumot bering deb so'rash kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Asosiy hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar, nogironlik bo'yicha tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, parvarishga muhtojlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, oilaviy holatga oid hujjatlar bo'lishi mumkin. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin siz o'zingizning holatingizga mos hujjatni tayyorlashingiz kerak. 3-chi qadam, yozma murojaat qiling. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyam tarkib ustamalar mavjudligi, ularning huquqiy asosi va qayta hisoblash imkoniyati bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar daqamun yoshga kirgan bo'lsangiz yoki yaqin qarindoshingiz daqamun yoshdan oshgan bo'lsa, arizada yoshim, sog'ligim va ijtimoiy holatimdan kelib chiqib, menga qo'shimcha to'lovlar yoki parvarish bilan bog'liq to'lovlar tayinlanishi mumkinligini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Eng muhimi, ariza nusxasida qabul qilingan sana va raqam bo'lsin. 4-chi qadam, og'zaki javob bilan cheklanmang. Sizga hech narsa chiqmaydi deyishsa, xushmuomala tarzda iltimos yozma javob bering deng. Yozma javobda qaysi qonun yoki tartibga asosan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Ana, shunda siz keyingi bosqichda yuqori tashkilotga, adliya organlariga yoki sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. Og'zaki rad javobi bilan esa keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 5-chi qadam, pensiya kamaygan bo'lsa, sababini darhol aniqlang. Bankdan tushum tarixini oling
oxirgi 3-6 oyda qancha pul tushganini solishtiring. Pensiya bo'limidan qaysi asos bilan kamaydi? Qaysi ustama to'xtatildi? Ushlab qolish bormi deb so'rang. Agar ortiqcha to'langan pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, uning hisob kitobini talab qiling. Qancha ortiqcha to'langan? Qaysi davr uchun, nega ortiqcha hisoblangan? Oyga qancha ushlab qolinadi? Bular aniq yozilishi kerak. 6-qadam. Tekun yoshga yaqinlashayotganlar oldindan tayyorlansin. Tug'ilgan sana bo'yicha safan yosh to'lgan oyda yoki undan keyin tegishli organlarga murojaat qilib, mavjud huquqlarni tekshirtiring. Agar sog'liq yomonlashgan bo'lsa, oila shifokoriga murojaat qiling, tibbiy ko'rikdan o'ting. Parvarishga muhtojlik bo'yicha xulosa kerak yoki kerak emasligini aniqlang. Qarindoshlar baribir berishadi deb kutib o'tirmasin, chunki ayrim to'lovlar murojaat va hujjat asosida rasmiylashtiriladi. 7-qadam. Stajni tekshirtiring. Ayniqsa 1990 yillar kolxoz, sovxoz, zavod, maktab, kasalxona, qurilish tashkilotlari, xususiylashtirilgan korxonalar, yopilib ketgan ish joylari bo'yicha hujjatlar muammo bo'lishi mumkin. Agar mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liq bo'lmasa, arxivga so'rov yuboring. Ish haqi ma'lumotlari topilsa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Ba'zan odam ustama qidiradi. Aslida esa uning asosiy pensiyasi noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. 8-qadam. Qarindoshlar pensioner nomidan ish yuritsa, ishonchnoma masalasini tartibga solsin. Keksa odamning o'zi borishga qiynalsa, farzandi yoki nevarasi yordam berishi mumkin. Lekin ayrim hujjatlar uchun rasmiy vakolat kerak bo'ladi. Shuning uchun oldindan notarial ishonchnoma, tibbiy holat, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar masalasini hal qilib oling. Bu ayniqsa yotib qolgan, eshitishi yoki yurishi qiyin bo'lgan, taqdim yoshdan oshgan keksalar uchun muhim. 9-qadam. Ma'lumotni faqat ishonchli manbadan oling. Pensiya jamg'armasi, Davlat xizmatlari markazi, may.uz, mahalla. Tibbiyot muassasasi va rasmiy hujjatlar asosiy manba bo'lishi kerak. Telegramdagi qisqa xabar, qo'shnining gapi, bozordagi mish-mish, falon odam aytdi degan gap bilan qaror qilmang. Ayniqsa hammaning ustamasi bekor bo'lar ekan degan vahimali gaplarni tekshirmasdan tarqatmang. Bunday gaplar keksalarni asabiylashtiradi, oilada ortiqcha xavotir keltiradi. 10-qadam. Agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, bosqichma-bosqich harakat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya bo'limiga yozma murojaat, keyin yuqori turuvchi organ, zarur bo'lsa adliya organlari yoki sud. Hamma bosqichda hujjat nusxalarini saqlang. Ariza, qabul qilingan sana, javob xati, pensiya, hisob kitobi, tibbiy xulosa, arxiv ma'lumotnomasi. Hujjat tartibli bo'lsa, masalani hal qilish ancha osonlashadi. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, olim yoshdan taqimi yoshgacha bo'lgan fuqarolarda hamma uchun bir xil avtomatik yosh ustamasi bor deb o'ylash noto'g'ri. Pensiya miqdori asosan staj, ish haqi, maqom, nogironlik, parvarishga muhtojlik va boshqa hujjatlar asosida belgilanadi. Ta'bin yosh masalasida ham shunchaki yoshning o'zi emas, ko'p holatda fuqaroning aniq holati va hujjatlari muhim bo'ladi. Shuning uchun vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Men sizga tavsiya qilaman. Ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning pensiya tarkibini bir marta tekshirtiring. Qanday to'lov olayotgani, qanday ustama borligi, nima uchun berilayotgani va nimaga asoslanib hisoblangani aniq bo'lsin. Agar pensiya kamaygan bo'lsa yoki qo'shimcha to'lov chiqmayotgan bo'lsa, yozma murojaat qiling va yozma javob oling. Sizning oilangizda 60 yoshdan oshgan yoki taqdim yoshga yaqinlashayotgan pensioner bormi? Ustama, parvarish puli yoki pensiya kamayishi bo'yicha muammoga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'p oilaga o'z haqqini tushunishga yordam beradi.